Bu opa singillarimiz mana o'tirishdilar. Bularga va hamda boshqalarga ham oldingi juma namozida turmush haqida bir kalima gapirgan edik. Turmush qiluvchi kishilar turmushga rag'batlari bo'lsa, ota-onalari turmushlarini yo'lini to'smasinlar. Bu gap hammalarga emas deyapti Alloh taolo. Bu gap Allohga qiyomat kuniga unaganlar ta'sirlanadigan so'z deyapti. Go'yoki bizda o'rtamizda agar turmush qiladigan kishilar turmush qilmoqchi bo'lsa, turmushlarini yo'lini to'sib turgan bo'lsalar, menga shunday ishlar qiluvdan shunday degan narsalarni shariatga muvofiq bo'lmagan bahonalarni ko'rsatilsa, go'yo Qur'on ularga qaratib aytayaptiki, bu sizlarga emas. Bu gap bilan sizlar ta'sirlanmaysizlar. Bu gap bilan Allohga qiyomat kuniga unaganlar ta'sirlanadigan so'z degan qattiq tahdidini bayon qilyapti mana. Shuni aytib o'tgan edik, birodarlar. Endi mabodo turmushni hamma odam xohlashligiga qaramasdan turmush buzilsa, o'rtadagi holatlarni Qur'oni Karim bayon qiladi. Bir kalima shundan qo'shib ketmoqchimiz. Astag'izu billah, farzandlar bo'lgan holatda onalar farzandlarini ovqatlantirishadilar, sut berib turishadilar. Ular 2 yil to'la muddatda sut berib turishlikka majburdirlar Alloh subhanahu va taolo tarafidan. Farzand qolgandan keyin farzandni qarashlikni Alloh subhanahu va taolo uni yedirishlikni onaning ustiga 2 yilga yuklab qo'ydi. Bu 2 yil muddatda ovqatlantirishlik, sut berishlik muddatini oxirigacha olib boraman degan kishilarga, ikkovlari shu 2 yil ovqatlantirishlikka kelishsa, mabodo endi shu yerda savol tug'iladiki, ayollar tarafida qalbida bir yara paydo bo'ladiki, xo'p, farzandning vujudga kelishligida ota-ona sharik bo'lsa-yu, ona uning ovqatlantirishlik yelkasida 2 yil vazifasi bo'lsa, erkak kishining vazifasi ham bormi degan savol tug'iladi. Alloh taolo hammaning o'ziga kerakli vazifani buyurdi. Va alal mavludi lahu rizquhunna. Otaga ana shu bola bilan onani yedirish va kiydirishlik vazifasini yukladi. 2 yil muddatda xuddi yaxshi ko'rgan vaqtida qanday xabar olib turgan bo'lsa, yelkasida uning o'zini, oilasi, ajralgan oilasiga va farzandiga shuncha miqdorda yordam berib turishligini Alloh subhanahu va taolo yelkasiga ixtiyoriy holat qilgani yo'q, yelkasiga vazifa qildi. Allohning buyrug'i bu. Lekin yedirib kiydirishligim qancha muddatda bu, qancha miqdorda bo'lishligi mumkin degan savol tug'iladi, birodarlar. Alloh taolo va alal mavludi lahu rizquhunna va kisvatuhunna bil ma'ruf o'rtacha miqdorda deb tayinladi. Uni haddan tashqari emas. Shunday surat paydo bo'lib qolishligi mumkinki, mana bu yerda shuni aytib o'taylik, kishini har birini o'ziga loyiq bo'lgan vazifaga taklif qilyapti Alloh taolo. Onani yedirasan, kiydirasan demadi. Otani sut berasan demadi. Ikkovining o'ziga muvofiq bo'ladigan vazifaga buyurdi. Haqiqatda onaga yedirib kiydirishlik og'ir edi. Otaga ko'tarib yurib uni qayerlarga borib sut ichirsamikin, ovqatlantirsamikin deb sut beradigan onani, ayolni istab yurishlik bunga og'ir edi albatta. Lekin shunda ona, ba'zi suratlar bo'ladiki, ona mehribon bo'ladi farzandga. Farzandini otasi yedirib kiydirsa ham sut beraveradi, yedirib kiydirmasa ham sut beraverishligi mumkin. Buni ota onaning mehridan foydalanib, onani farzandi sababli zararlantirilmasin deyapti Alloh taolo. Men yedirib kiydiradigan narsalarni olib bormasam ham baribir buni o'zini mehri baland farzandga shuni o'zi tarbiyalab voyaga yetkazaveradi deb ota beparvo bo'lmasin deyapti Alloh taolo. Bu hayotdagi suratlarning bittasi.
Ikkinchi surat, otaning mehri baland bo'lishligi mumkin, onaning mehri yo'q bo'lishi mumkin. Bolangni ham olasan deb otaga tashlab ketishligi mumkin. Agar menga mana shuncha miqdorda narsa olib kelmasang, farzandingni sut bermayman va uni tarbiya qilmayman deyishligi ham mumkin. Hayotda bu narsa ham topiladi. Shunga otaning mehrini balandligini bilib, ona tarafidan ko'p nafaqa talab qilinmasin, o'rtacha miqdorda talab qilinsin. Mabodo ota o'tib ketgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo farzandni o'rtaga tashlab qo'ymaydi. Otaning merosxo'riga otaning vazifasini yuklab qo'yapti. Va alal varisi mislu zalik. Merosxo'rga, otaning merosxo'riga shuncha vazifa yuklanadi. Birodarlar, ikkita kalimada hali oyat tugagani yo'q. Hali oyatning bir oyatni o'qib yarmiga yetganimiz yo'q. Lekin hayotdagi kuchli bir hayotda yechilmay turgan mushkulotni oyatga yechib qo'yapti. Kim shunday qilyapti? Qaysi musulmon Qur'onni o'qib marshinga amal qilyapti? Qani bu ixtiyoriy emas. Ana qaysi musulmon kishi o'zining ajralgan oilasini oldiga borib, xuddi ro'zg'or qilgan vaqtida edaqa nafaqani olib boryapti? Qaysi ayol o'zining ustida farzandning tarbiyasi lozim ekanligini bilib, 2 yilgacha turmush qilishlikdan o'zini mahrum ekanligini bilib, chunki shu farzandga tug'ilishda sharik bo'lganligi uchun shuni sut berib turishligi majbur ekanligini sezyapti? Ana ajralgan oilalar hayotda yashashib boryaptilar, lekin qiyomat kutib turibdi o'sha oilalarni bilib qo'yinglar birodarlar. Ularning yelkalariga Alloh subhanahu va taolo tomonidan yuklangan vazifani esdan chiqarishib yashashyaptilar. Balki esdan chiqarishmas, uni mutlaqo bilmasdan, Qur'oni Karimni biror marta oyatlarini o'rganmasdan yashashyaptilar birodarlar. Eshitganlar bo'lsa, bunga amal qilarmikinlar? Mana endi biz bo'ynimizdan soqit qilib shuni bayon qilib qo'ydik birodarlar. Biz dinda yo'q bo'lgan, iymoni yo'q bo'lgan, Qur'ondan bexabar bo'lgan kishilarga o'zimizning qiymatbaho gaplarimizni hayf qilib gapirmaymiz birodarlar. Ular avvaldan Qur'onning boshidan oxirigacha iymon keltirmagan kishilar. Biz ularning qiymatbaho hikmatli so'zlarimizni hayf qilib gapirishlikka vaqtlarimiz yo'q birodarlar. Lekin biz musulmonlar bunday fe'llarni qayerdan olyapmiz? Bizning Qur'onimizda yo'q bo'lsa. Biz qaysi joydan topyapmiz? Biz Qur'ondan bexabar bo'lgan odamlarga ergashamizmi? Mana shu oyat kalima qisqagina bir muddat, yarim oyat hali bo'lgani yo'q. Mana shuncha bizning hayotimizda mushkulotni bayon qilib qo'ygan birodarlar. Opa-singillar, eshitib olinglar bu narsani. O'zingizlar hayotingizda mana shu narsani tatbiq qilishlikka urininglar. Bu oyatni gapirishdan ilgari eshitmadim degan narsani uzr qilishinglar mumkin edi. Ammo odamzotni hammasini aybi bo'ladi. Ana shu ayb bilan insondir. Ayb bo'lmaganda uni inson demasdik biz buni. Kullu ibn adama xato'un va xayrul xato'in at-tawwabun. Hamma inson farzandi xatokor bo'lib ham ko'p xatokor. Lekin xatokorlarning eng yaxshisi Xudoga tavba qilib, xatosini tushungandan keyin o'zini o'nglaganlar deyapti Alloh taolo. Amin. Allohumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alloh taolo hammamizni mana shu oyatlarga amal qilishlikka muvaffaq qilsin. Nomai a'molimizni o'ng tarafdan beriladigan kishilardan qilsin. Orqa tarafdan, chap tarafdan beriladigan kishilardan bo'lib qolishlikdan Alloh saqlasin. Alloh taolo mana oilaviy muhitda shu o'zini ko'rsatmalariga amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Allohu akbar. Amin. Alloh taolo to'g'ri yo'lga boshlasin, to'g'ri yo'ldan chiqarmasin. Haqiqatni hech malomatchidan qo'rqmasdan gapirishlikka Alloh tavfiq bersin. Allohu akbar. Hammalarni ham Parvardigoro kelgan juma, narigi jumagacha bo'lgan o'tgan juma bilan bu juma o'rtasidagi xatolarga kafforat deyilgan, shu kafforat bo'lishlik hammaga nasib bo'lsin. Alloh taolo.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون فما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. alloh taolo mana shu oyatda nomi amollari o'ng tarafidan berilgan kishilar xursandlikdan qichqirib yuborar ekanki, ey odamlar, meni kitobimni o'qinglar. O'zi beixtiyor atrofini hammasini esdan chiqarib xursandlikdan qichqirib yuborar ekan. Men hisobga ro'baro bo'lar ekanman deb o'yladim. Butun hayotdagi tashvishim, hisobim qanaqa bo'lar ekan deb o'ylardim. Alhamdulillah, hisobsiz o'tib ketdim deb xursand bo'lar ekan. U ana shunday oliy bog'larda mevalari unga hech qiyinchiliksiz uzib oladigan joylarda, shunday istirohatlarda bo'ladi deydi Alloh taolo. Ammo nomi a'moli chap tarafdan berilgan kishi shunda va amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laytani lam uta kitabiya. Qaniydi men mana shu kitobim menga berilmasa bo'lardi. Mana shu o'rinda men shu voqea meni hal qiluvchi bo'lsa bo'lardi, o'lib yo'qib ketsam bo'lardi hayvonlar safida. Ya laytaha kanatil qodiya. Meni tamomiy hayotda ishonib yurgan moli davlatlarim foyda bermadi. Katta hukmron bo'lib martabalarga quvonib yuruvdim, odamlar orqamdan ergashib yursa, bu martabalar menga foyda bermadi deydi. Ana shu holatda, shu holatni o'ylabgan kishilar, behisob bo'lay degan kishilar doim hayotda o'zlarini hisob qilib yursinlar. Umar ibn Hattob marhamat qilgan ekanlarki, hasib nafsaka qabla an tuhasab. Hisob qilgin o'zingni doim, hisob qilinib qolishligingdan ilgari. Har kuni o'zlarini kechqurun bir hisob qilar ekanlarki, bugungi kunda nimalar qilding deb. Allohumma solli ala Muhammadin an-nabiyil hashimiyil awfa. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء والسادة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم.
اللهم تقبل منا هذه الصلاة واعف عنا مع جميع نقصاناتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرذل العمر. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا